İdeya faşistligi şeytandır. Kudret barat. Men o'ylagandek o'ylamasang, men sendan ada juda deb o'ylash, ilm ma'rifatdan uzoq kishilarga yarashgan bilan o'qigan, uqumishliq kishilarga hargiz yarashmaydi. Kishining ilm saviyasi ong tafakkuri oshgan sari boshqalarning ma'lum masalalarni o'ziga o'xshash o'ylamaganligiga bargancha kam qo'rsak muomala qila oladigan bo'ladi. Bu herkesme haramını halalga çıkardıgan, ahlaksızlıkni toğriga çıkardıgan, bid'atni sünnetning o'rniga dastishni maqsad qilgan fikrlarga sukut qilib, hurmat bildirish lozim deganlik emas. Shaxsiy tajriba va uzoq o'ylanish, tahlil qilish sababli birovda paydo bo'lgan diniy va axloqiy prinsiplarga taqashmaydigan ko'z qarashlarga ziyoda kam qo'rqsak bo'lish lozim. Bu xil shaxsiy ko'z qarashlarni qarshi tarafning erkinligi deb qarab, u xil ko'z qarashlarga kam qo'rqsak muomala qilish lozim. Halalni haromga, bid'atni sunnatga, axloqsizlikni fazilatga chiqaradigan fikr ko'z qarashlarga g'ing qilmay jim turib, diniy va axloqiy prinsiplarga taqashmaydigan shaxsiy ko'z qarashlarga o'tib qo'padigan nobop hodisalar jamiyatimizda uchrab turadi. Dindagi prinsipal masalalarga va axloqiy masalalarga chetilmaydigan ishlarda birovning o'ziga o'xshash o'ylamaganligi uchunla uni o'ch ko'rib qilish kishidagi jaholatning oshkora ifodasidir. Bir masala haqida atrofliq izlanmasdilla u vaqtda muayyan qatqan tushunchaga kelib olish, velosiped minolmaydigan turib velosipedga minib olgandek xatarli ahvol hisoblanadi. Masala haqida izlanish, fikr yurgizish insonning inson bo'lganining eng cho'q ifodasidir. Bir millatda har qaysi masala haqida avval izlanish, ondan fikr yurgizish xohishi umumlashsa, u millatda aqllashish ve yükseliş yolundaki baxtli millettir. Aksice bir millette mesele hakkında izlenmeyi turup fikir yürgüzüş, izlerken turup fikir bayan kılmayı tökülüp turuviliş hayişi mevcut bolsa, bundak milletin bugünü facialik, kelgüsü haraplık bilen neticelendir. Bir mesele hakkında izlenmegen kişinin o mesele toğrusunda fikir yürüyüşten uzak duruşu şart. Bir mesele hakkında izlenmegen kişinin o meselenin hakikatini bayan kılışı şart. Her qaysi mesele hakkında o mesele ahlakka ve dindeki uçuk delillerge taqashmaydiganligi ahvalda özüge o'xshamagan fikrlarni bo'lg'uchiga quchoq ichish mardlikdir, ilmlilikdir ve kam qo'rqsak bo'g'anlikdir. İlim ma'rifatni rostli cho'ng biladigan kishilarga hatto bir masala haqida o'z fikriga o'xshamaydigan ravishda ilmiy fikr qila oladigan kishilarni u masala haqida darhol o'zi bilan bir saf tura oladigan kishilardan baklab hurmatlab yaxshi ko'rdi. Mağuşaş o'ylamasan, men sendan adajuda xohishi shaytoniy xohishdir. Bu qilmishning ismi ideya faşistligi bo'lib, ideya faşistligi axloqsizlik, qora qo'rsaqlik va jinoyat hisoblanadi. O'ziga o'xshash o'ylamag'uvchini yaklash, chatqiqish va sukut ideya faşistligining ayrilmas xarakteridir. Milletning aqli ve fikri yetakchiligi bo'lgan diniy ve fanniy ziyolilarning o'ziga o'xshamaydigan şekilde fikir qilg'uvchilarni tushunalishi ve bag'ri bosalishi sababli millatda nurg'unlagan ijodiy yuzlanishlar meydonga keladi.